Alloh, farzandimni o'zingning eng suyukli bandalaring qatoridan qilishingni so'rayman. Uni ummatga manfaatli qilgin va to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Unga o'zing rozi bo'ladigan hayot nasib etgin. Uni kuchlilar, quvvatli va taqvodorlar safidan qilgin. Uni seni rozi qilishga intiladigan va sendan qo'rqadigan odamlar bilan o'ragin. Uni toqatidan ortiq sinov bilan sinama Robbim. Unga o'z huzuringdan ko'plab manfaatli va robboniy ilmlar hamda yuksak fahm va farosat ato ayla. Ey Robbim, uni yolg'iz o'zingdan boshqa hech kimga va hech narsaga muhtoj etma va uni o'zingdan boshqa biror kimsaga va biror narsaga yor etma. Uni shokirlar, tavvobinlar va zokirlar qatoridan qilgin. Uni sening oldingdagi burchlarini ado etishida sobit qadam qilgin. Ikki dunyo azobidan saqlagin. Uni hisobsiz jannatingga kirguvchilar qatoridan qil. Uni o'z nafsining yomonligidan asra va barcha gunohlarini mag'firat et. Uni o'zingga oshiqlardan qilgin. Uni butun dunyo ahli uchun o'z rahmatingning vositachisi qil. Ya Arhamar Rohimin. Ushbu duoimni payg'ambarimiz alayhissalomning duolarini qabul aylaganing kabi qabul et. Amin.